92.00. Demak, mana 25 punkt yuqorida buy stop va sразу take profitga borgan. Buy stop riski take profitga borgan. Bu yerda ham xuddi shunaqa 92.00, 91.00 sell stop riski take profitga borgan. Tak, mana shu tarixni tekshirib chiqsak, biz ko'ramizki, faqat bitta qoidasi bor. Bitta qoidasi bu GMT +5, ya'ni Toshkent vaqti bilan примерно soat bu 9 dan keyin bo'lsa sharti bor. Sababi aynan London, Yevropa, Amerika sessiyasida narxlar qimirlaydi va o'shanda ishlash ehtimoli yuqori. Qolgan paytda narx joyida turadi, ishlash ehtimoli kamroq. O'shaning uchun agar tarixni tekshirib chiqsa, juda ham zo'r ishlagan. Mana yana holatlar 91.00, 91.50, mana tepaga buy stop va risk take profit. Pastga ham xuddi shunaqa ishlagan, mana bu yerda yetib kelmagan, bu yerda yetib kelgan va bizda 0 yopilgan. Ko'pincha 0 da yopiladi. Agar bizga qarshi ketsa, Fibonacciga umuman aloqasi yo'q, kimdir Fibonacci deb yozyapti. Bu oddiy narx bilan ishlanadigan savdo sistemasi, oddiygina narx bilan ishlanadi. Shunchaki nima qilinadi? Sizlarga to есть hammasini o'chirib boshqatdan ko'rsatib beraman, чтобы sizlar yana ham yaxshiroq tushunishingiz uchun. Mana pustoy grafik dollar frank любой time frame ochishingiz mumkin. 4 soatlikda yaxshiroq ko'rinadi. Demak, narxni ko'ramiz. Demak, mana 93.00, mana 93.00. Agar yuqoridan pastga bo'lsa, demak bizda 92.00 bo'ladi, to'g'rimi? 92.50 uzr, 50 punkt mana. Ko'rdinglar? Demak 92.00 ga qo'yamiz mana. Ko'rdinglar mana. O'rtaliq, demak, bizda yuqorida buy stop turadi 25 punkt tepada, pastda 25 punkt sell stop turadi. Shu tariqa biz ishlaymiz. Tak, yo'q, yeni strategiyasiga umuman aloqasi yo'q. Buni absolutno aloqasi yo'q. Bunda nabarot bu пробойный, yeni отбойный hisoblanadi. O'shaning uchun buni yeni nabarot bu uni qarshi tomoni, chunki bu продолжениеda ishlaydi. Ya'ni 92 dan narx pastga tushgandan keyin 25 punkt sell stop qo'yiladi va 20 punktdan keyin bez убытка qo'yiladi. Natijada hozir ham mana to есть bizda signal bo'lgan 91.75 da. Endi ko'ramiz. To есть demak 20 punkt yurgandan keyin biz bez убытка qo'yib qo'yamiz. Balki stop не важно, to есть 50 punkt stop loss, afsuski stop lossimiz kattaroq, lekin signallar sifati bizni foydamizga, ya'ni juda ham ko'p tarixda ishlagan. Давайте o'tgan yillarni ko'rishimiz mumkin. Mana 92.00 ekan. Tak, demak 91.50 ga qo'yamiz. Demak, mana bu yerda ham tez ishlagan, ko'rdinglar mana. Tak, mana 92.00, 91.50, mana qaranglar, mana 91.50 mana bu narx. Va demak 91.25 da sell stop qo'ysak, riski take profitimizga borgan. Umuman olganda juda ham bir yaxshi ishlaydi. Kuzatib borsanglar. Mana yana bitta misol, mana o'zingizlar ko'ringlar mana. Sizlarga narxni qo'yib bersam tushunarli bo'ladi. Mana qaranglar. Yana bitta oddiy misol. Tak, demak, mana qaranglar, mana 92.00. Davaychi narx o'chirib qo'yaman, чтобы yana ham tushunarli bo'lishi uchun. Demak, bizga 0 li raqam va 50 o'rtasidagi kerak. Mana qaranglar. 92.00 va 92.50 mana. Mana 92.00, 92.50 va demak 92.75 da bizda buy stop bo'ladi mana. Mana. Ko'rib turganingizdek, mana. Riski borgan. Hech balon tushunmadim. Tushunmaysiz-da. Buning uchun qunt kerak. Bundan oson narsa bo'lmaydi, sразу aytaman. Bundan oson, buni tushunmagan odam yaxshi hech qanaqa kurslarga bormagani ham ma'qul. Ya borgani ham ma'qul, nabarot. Bazaviy kurslarni. Xo'p, demak 94.00, любой tarixdan qo'yapman. 94.00, 93.50. Mana qaranglar.
Demak, mana bu yerda sell stop и narx sразу pastga ketdi. Umuman zo'r ishlagan. Menimcha juda ham tushunarli deb o'ylayman. Qanaqasiga tushunarsiz bo'ladi? Ikkita narxni qo'yib, ikkita narx orasida savdo qilish hech qanaqa tahlilsiz, narxni kutib, so'ng narxni orasiga ikkita liniya qo'yiladi. 91.00 tepasida 91.50 bo'ladi, pastda 90.50 bo'ladi. Tushunarli ishda aynan bitta narxni tepadan pastga yoki pastdan tepaga buzishiga o'tib. Mana bu yerda bo'lsak biz sell stop qo'yamiz, buy stop tepaga qo'yamiz yoki pastga yoki tepaga ketadi. Tak, yo lentaga qo'ymayman. Hozir o'zi tekshirib ko'rishinglar mumkin. Haqiqatan qanaqa ishlaganini tarixdan tekshirib chiqinglar. Любой joydan qo'yaman. Любой aytgan joylardan qo'yishim mumkin. Любой. Albatta buni filtrlari bor, uni boshqa payt ko'rib chiqamiz. Xo'p, bitta nima bo'ldi? Tarixdan любой joyga qo'yish mumkin bu narsani. Tak, temizor ishlagan ekan. Pastdan tepaga qanaqa ishlagan ekan? Deylik 97.00 ga qo'yamiz. 97.50 ga qo'yib ko'ramiz. Вообще четкий. Вообще четкий ishlagan. Так, yana qatga, любой tarafdan, любой. O'z turibdi mana. 76.00, 76.50, 75, 25, вот. Xullas, investitsiya qabul qilasizmi? Hozircha yo'q. Umuman bo'lganda yo'q. Gaplashib ko'rishimiz mumkin, summa 100 mingdan katta bo'lsa. Xullas, mana dollar frank 4 soatli va aniq raqamlar va 50 o'rtasida narxni qo'yib chiqamiz va tepaga yoki pastga buzib o'tishdan keyin 25 punkt yuqorida buy stop yoki pastda sell stop qo'yamiz. 20 punktdan keyin bez ubitga o'tkazamiz. Shu bilan pribildga olamiz. Yo'q, men analizchi emasman, Farhod uzr, endi zakazga analiz qabul qilmayman. Uni qilib bering, uni qilib bering. Xo'p, stop loss minus 50 punkt. Ya'ni ochilgan narxdan minus 50 punkt. Chunki bu strategiya juda ham aniq ishlaydi, rostdan aniq ishlaydi. Tekshirib ko'rishinglar mumkin. Prosta endi juda unaqa super strategiya emas. Bu juda ham kam daromad beruvchi, lekin ba'zi paytda juda ham yaxshi imkoniyatlar beradi. Katta trendlarni ham ushlashga yaxshi imkoniyat berishi mumkin. Endi mani vazifam shu, ishlaydigan narsani sizlarga bepul ko'rsatib berish. Endi uni mukammal darajalarini albatta biz reklamani dodasi nima odamlarga ber, ko'rsin ishlashini. Men o'shaning uchun sizlarga tillarni kecha ko'rsatdim. Ko'rdinglar bugun qanaqa aniqlikda. Bir hafta oldin Elon Musk haqida aytdim, yaqinda yo'qotadi deb. Hamma narsani beryapman, qanaqa ishlashini o'zingizlar ko'rasizlar. O'shandan keyin odamlar qanaqadir kayfiyat yuqori bo'ladi. Demak, kimni kursiga nima o'rganishi mumkinligi haqida ma'lumot. Menda juda ham ko'p strategiyalar. Tez minusga tushib qolmaysizmi? Tak. Skalpingga o'xshar ekan. Menimcha siz skalping haqida deyarli hech nima bilmaysiz. Agar skalping desangiz. Tak. Hop. Ko'pchilik adashib ketdimi deyman. Efirni saqlab qo'y. Menimcha o'quvchilarim da hozirning o'zidayoq tekshirishga o'tib ketishdi. Yaxshi. Qaysi time frame ishlaydi? Time frame bilan aloqasi yo'q bunga, chunki bu narx bo'yicha ishlaydi. Yo'q, bu eng zo'r ishlaydigani dollar frankda ishlaydi. Mana shu algoritm. Men ko'p aytaman, ko'pchilik tushunmaydi. Ya'ni mana shu narsa algoritm deyiladi. Ya'ni bozorda algoritm bo'lsa, hech qanday noaniqlik mavjud emas. Ya'ni siz oldinda aniq qayerda qachon bitim qilishni bilasiz.
Tak, mana so'radinglar, mana strategiya o'rgating bepul, mana marhamat olinglar, ishlatinglar bepul, ishlaydi. Albatta ishlashga uvering bo'lgani uchun berdim buni sizlarga bepul hammasi. Yo'q, kechaga efirni lentaga qo'ymaganman, afsuski, lekin ko'rganlar menimcha da besh ketgan bo'lsa ajab emas, maqtanish. O'zingni o'zing maqtamasa hech kim maqtamaydi. Boshqalar maqtagandan ko'ra o'zingni o'zing maqtaganing yaxshi. Boshqalarniki erish tuyuladi, xuddi paxta qo'yayotganga o'xshaydi. Vot shunaqa gaplar aziz do'stlar. O'quvchilarim mana aniq уже sinashga o'tib ketishdi. Так, zo'r strategiya, zo'r tushundim, молодец. Davay endi ishlatish kerak uni. Ishlatish kerak. Bunaqa strategiyalar to'plami menda degan joylarda. Kimga tushunarli bo'ldi? Kechigidan ko'pchilik yaxshi foyda tillarda maza qildi. Ya'ni xursandman shuncha odamlar. Azakobid shogirdishmoqchi. Krasavchik. Welcome. Aytib tashlang hammasini. Серьезно? Abidjan. Marhamat, ana endi sizlarga vazifa. Mana sizlarda bitta strategiya bor. Bemalol tekshirib, eng zo'ri bu tarixni tekshirish. Tarixda ko'p ishlagan narsa kelajakda ham ishlaydi. Kecha shuni sizlarga bir isboti bo'ldi, как раз oldinda. Bu oddiy strategiya juda ham, bunga o'xshagan strategiyalar to'plami juda ham ko'p. Strategiya tushunarlimi? Menga maksimum harakat qildim. Juda ham oddiy, qulay, hech qanaqa bir liniyalar, indikatorlar yo'q. Shunchaki narx orasida, shunchaki takrorlanuvchanlikka asoslangan strategiya. Dollar frankda ishlaydi, 4 soatlik time frame'da. Mana efir boshlaganimga 25 daqiqa bo'ldi. Ya'ni 25 daqiqada qanchalik ma'lumotlar to'plami. Yo'q, ha. Strategiyani o'zbek tilida yozilganimi? Yo'q, endi men bugun efir qildim, menimcha ertaga kimdir yozib chiqsa kerak. Strategiya sotiladi deb ajablanmayman. Lekin strategiyani filtrlari bor, uni aytmadim. Shunchaki suvni o'zini ko'ringlar. Ishlatib odam nimadir olish uchun nimadir berish kerak-da. Ko'pchilik ko'p tanqid qiladi, unaqa, bunaqa deydi, lekin hech kim o'zi kontent qilmaydi. Hamma kurs sotish bilan ovora, lekin bermaydi, his qildirib. Ko'r, mayli, xo'p, mayli, bilim pul turadi, tushunarli, vaqting ketadi, tushunarli, lekin ber insonlarga bepul nimadir, jonli efirlar, kontentlar qilib ber. Mana bu pastga ketadi, tepaga ketadi. Mana bu yerda buy otsa bo'ladi, sell otsa bo'ladi. Mana bunaqa bo'ladi deb odamlar ko'rsin, u ishlasin, ishlaganini ko'rsat. Qancha daromad qilganingni ko'rsat, odamlar ko'rsin. Undan keyin odamlar senga pul to'lab o'rgansin. Oddiy bir strategiya xolos. Bunaqa mana arsenalimda bunaqa strategiyadan o'nlab. Men nimaga bu narsani qilaman? Hozir chunki aynan yanvar oyida oxirida, shu fevraldan boshlab meni vaqtim deyarli bo'lmaydi jonli efirlar uchun. Boshqa narsalar uchun efir qilishim mumkin, lekin jonli efirlarni men to'liq platformaga ko'chirish niyatidaman, ya'ni Supermin platformasiga. Shu odamlarning arsenalini kattalashtirish uchun, ularni effektini ko'tarish uchun. Hozircha bu ma'lumotlar bepul albatta. Tradingni faqat maqtaysiz bepul. Mani soham, mani ishim bu narsa.
nima aytadi? Tradingda nimasi yaxshi deydi, nimasi yomon deydi. Javob bilasizlarmi? Tradingda ko'p daromad qilish mumkin, bu yaxshi tomoni. Tradingda pul yo'qotish ham mumkin, bu yomon tomoni. Boshqa nima deyishim mumkin? Yoki Amerika vaqtida ishlaydi. Yo'q, Superming to'lmadi, lekin to'lish arafasida, juda ham aktiv. Loyihaga o'sha ajratilgan joylar o'sha как раз 2 oy vaqt, 2 oy plus minus, noyabr, dekabr, yanvar bor ekan. 2,5 oy vaqt bor hozirchalik. Keyinchalik biz qabulni to'xtatamiz ma'lum bir shartlar asosida. Har kuni efir qilsam yo'q, har kuni qilganim yo'q. Odamlar sog'inib qolganda qolma. Men bu aytganimda xuddi bir sportchi bo'ladi-yu, chempionlik kamariga o'xshagan narsa. Chunki odamlar efirlaringni kutadi, sana aniq g'oyalar kutadi va o'sha aniq g'oyalarni berganingdan keyin, aniq ishlagandan keyin ularning kayfiyati ko'tariladi. Bu men uchun eng katta narsa. Nimaga? Chunki bu narsani qanchalik jiddiyligini o'sha inson o'zida his qilishni boshlaydi. Shundan keyin unda kayfiyat zo'rda. O'sha insonning kayfiyati menga muhim. Farqi yo'q, u menda o'qiydimi, menda o'qimaydimi, umuman farqi yo'q. Lekin o'sha inson shu narsaga уже siz unga kayfiyat berganingizdan keyin, siz unga bu narsani ishlashni qanchalik realligini ko'rsatib berganingizdan keyin o'sha unda paydo bo'lgan ishonch va kayfiyat uni kelajakda bir yaxshi natijaga erishishiga sababchi bo'ladi. Yarim soat men yaxshi ko'raman, qisqa va lo'nda qilib tushuntirishni. Xo'p, nima yana efir vaqtim juda ko'p emas. Sizlarga nimani ko'rsatishim mumkin? O'sha sizlarga ko'rsatgan bitimim, o'sha bitimlar hali ham ochiq turibdi. Endi nima bo'lishini faqat bilmadim. Kelajakda shunchaki ochiq bitimlar, S&P 500 yaxshi, krasavchik, molodets deyman, nima deyman. Xo'p, Tesla tushdi. Qolgan kompaniyalarda ham muammo bo'lish ehtimoli bor. Yaqin orada muammo, dostatочно yaxshigina muammo. Amerika iqtisodiyoti rasvo, inflyatsiya juda ham. Xo'p, bugun mana sizlarga dalevkani ko'rsatib beraman. O'quvchilarim sirasi tushunib olsa ajab emas. Tak, demak, mana Nasdaq. Xo'p, demak, mana Nasdaqda yuqorida sell bor edi, bugun yana sell. Nimaga sell? Chunki yana o'sha kechaga o'rgatgan narsam sizlarga ko'rib turganinglardek, mana bu bitimni juda ham yaxshi 60% ni qisqartirganim uchun bu ochilgan bitimni stop loss tepada, o'shancha stop loss ko'rinmayapti. Demak, aziz do'stlar, Nasdaqda nimaga sell ko'rib turishingiz mumkin. Kecha o'rgatgan narsam vertikalniy o'sha mana qaranglar, ya'ni qaytishida yopilgan, ochilgan aniqrog'i, ya'ni qaranglar bir. Xo'p, yana tarix takrorlanadiga qaytamiz. Tak, tarix takrorlanadiga qaytamiz. Ya'ni narx bor. Mana narx bor, narx boshlandi, ketdi mana. Bo'ldi. Mana shu narsa bormi bizda? Ikkita maksimum, demak, uchinchisidan qaytish ehtimoli qanchalik yuqori? Muhim emas qanchalik yuqoriligi, biz qaror qabul qilamiz. Mana bu holatda risk mana bu zonaga ega bo'ladi. Biz mana bu pastga tushishni taxmin qilishimiz mumkin. Xuddi mana shunga o'xshab 1, 2, 3 go pastga. Zo'r bo'ldi-da. Boya ochuvdim. Shuni ochishim bilan pastga. To'g'ri, buni nomi adboy deyiladi. Ya'ni adboy liniya trendi, oddiy qilib aytganda vertikalniy zona. Biz ko'pchilik oddiy liniya trend deydi, aslida bu yerda boshqa logika bor. Xullas, keyingi yil hozir o'sha Superming ishtirokchilarini yig'ib olib, keyingi yil o'sha ishtirokchilarning tajribasini oshirish maqsad. Chunki faqat shu yo'l bilangina treyderlarni tarbiyalash mumkin. Chunki 1 oy, 2 oy o'qib, ularga to'g'ri yo'lni ko'rsatib berish mumkin. Qanday boshlash, nima o'zi, to'g'ri buning uchun yetadi, lekin professional treyder bo'lib daromad qilish uchun aziz do'stlar ko'p vaqt ketadi, chunki u jiddiy soha. Shunaqa gaplar platformamiz to'lib bormoqda. Agar kimga qiziq bo'lsa, Superming so'zini qoldiringlar. Sizlarga adminimizning nomerini beramiz.
Kuzatishda davom etamiz, birgalikda daromad qilamiz aziz do'stlar. Hozircha Nasdaq hop pastiga $1000, tepadagi $3000, $4000. Nasdaq, S&P pastiga $200, atiga tepadagi $2000, $6000 daromadimiz bor bu haftani o'zida примерно как-то так. Xo'p, все aziz do'stlar, direktga, lichkaga yozinglar, efirga emas. Hammaga omad tilayman. Dollar frank tekshirib ko'rishinglar mumkin. Hammaga omad, ko'rishguncha.